Soliq kodeksining 397-moddasiga asosan jismoniy shaxslarga soliq organlari deklaratsiya asosida mustaqil soliq hisoblashi mumkin. Agar soliq to'lovchilar mustaqil ravishda deklaratsiya taqdim etmagan bo'lsa yoki noto'g'ri deklaratsiya taqdim etgan bo'lsa, soliq organlari ularga soliqlarni mustaqil soliq organlaridagi mavjud ma'lumotlar asosida soliq hisoblashi mumkin. Lekin bu ma'lumotlar ko'p holatlarda bizga kelayotgan murojaatlarga asosan noto'g'ri bo'lib chiqyapti va biza aniqlashtirilgan deklaratsiya taqdim etyapmiz va soliqlar bekor qilinyapti. Shu sababli soliqlarni hisoblashda e'tiborli bo'ling. Misol uchun bitta jismoniy shaxs o'zini yashab turgan uyini ikkiga bo'lib, ikkita jismoniy shaxsga 1 yil ichida sotgan. Va soliq organlari ushbu fuqaroga 100 millionga yaqin miqdorda soliq hisoblab berishgan. Biz ushbu holatni birlamchi hujjatlar asosida o'rganganimizda hech qanaqa soliq hisoblanmasligi aniqlandi va ushbu fuqaroga hisoblangan soliqlarni bekor qildik. Agar sizda ham shunga o'xshagan muammolar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqam orqali ma'lumot olishingiz mumkin.